Davamlaştırmamız vatandaş endeki mavzumunda. Prezident Trump asli mında ko'rsatdi. Jungo bardoshlik berolmadi. Ular jiddiylashib ketdi. Mavzuli xabar 11-oyning 2 kuni Alma gazetida e'lon qilindi xabar. Mana Prezident Trump asli mında ko'rsatdi. Jungo bardoshlik berolmadi. Ular jiddiylashib ketdi dedi mavzuli xabar 11-oyning 2 kuni Alma gazetida e'lon qilindi. Shangongda xabar mundaq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump juma kuni, ya'ni 12-oyning 2 kuni Jungo bilan nihoyatda yaxshi kelishim imzolaydiganligini faraz qilib, savdo urushini oxirlashtirmoqchi bo'ldi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Jungoning iqtisodi intayin o'sallashdi. Meyadagi intayin 2 qatim elinibdi juma. Intayin o'sallashdi. Azerbaycan savdo sohasida Amerika bilan kelishim imzolashga oldirayotdi. Lekin Prezident Trump Jungoga ogohlantirish berib bunday ko'rsatdi. Agar o'sha oyning oxirida o'tkaziladigan Prezident Trump bilan Xi Jinping suhbatida bir kelishim imzolanmaydi ekan, Amerika yana bir qatim Jungodan import qilingan 200 milliard 60 million dollarlik tovar mallarga 25% baş qo'ydi. O'tgandalik popuzi xarakterda o'tqirib chiqqan. Endi 12-oyda, 11-oyda oxirida biz Argentinada uchrashimiz, kelishim imzolaymiz. Agar bu kelishim imzolanmasa, yuqorida baş qo'yamiz 25%. Prezident Trump juma kuni Aqsaroydan ayrilib saylan maydoniga borishdan avval muxbirlarga suhbat bayon qilib bunday ko'rsatdi. Haftaning 4-kuni, ya'ni 11-oyning 1-kuni Rais Xi Jinping bilan so'zlashdim. Jungo Amerika savdo talash tortishini muhokama qildik. Ikki taraf 20 davlat guruhi yig'ini mazgilida ko'rishganda va ziyofatda birga bo'lishga qo'shildi. Men ikki davlatning savdo kelishimi imzolaydiganligiga ishonaman. Ishimizda zo'r ilgirlash bor. Prezident Trump yana bunday ko'rsatdi. Jungoning iqtisodi Amerikaning tamoyil bajining ta'siriga uchirdi. Jungo iqtisodiyot chekindi. Intayin o'sal ahvolga tushib qoldi. Prezident Trump dedi ki Jungo iqtisodiyot chekindi. Intayin o'sal ahvolga tushib qoldi. Ular qaltis o'ylayotdi. Jungo bardoshlik berolmadi. Xi Jinping yarashishni talab qildi. Prezident Trump shuning ishondiki, Jungo bilan ko'pchilik yaxshi bo'lgan, adil bo'lgan, Amerikaga texmo yaxshi bo'lgan bir kelishim imzolaymiz. Prezident Trump ta'kidlab bunday ko'rsatdi. Hozir Jungodan import qilingan 200 milliard 500 million dollarlik tovar mallar 20%dan baş qo'ydi. Bu faqat oldin hisobda bo'layotgan ish xolos. Prezident Trump Beijingni ogohlantirib bunday ko'rsatdi. Talay sinashga tayinib qolmanglar. Talayda bong deydigan gap yo'q. Jungoga nayt aniq hozir Amerikaning iqtisodi intayin yaxshi. Agar ikki taraf kelishim hosil qila olmaydigan bo'lsa, Amerika undaqda Jungodan import qilingan tovarlarga yana bir qatam 25%dan baş qo'ydi. Prezident Trump qayta ta'kidlab bunday ko'rsatdi. Bu kelishim Amerika uchun to'g'ri bo'lgan kelishim bo'lishi lozim. Musha qatam moshiyada Jungoning bozorini açalaydigan bo'lsak, mushaqata mushiyada Jungoning bozorini açalaydigan bo'lsak, undaqda Amerika tunji qatam Jungo bilan adil kelishim imzolagan bo'ladi.
Bu bazar neçiş yukarı Google, Facebook'lığıma kartılgan bolsa, işte noç yerden başlandı vatandaş. Soğudu uğraşı da her qaysı taraf bir kademden çekingen bolsa. Bunun sebebi var. Mavzulu haber 11. ayının 2. günü Koriya haberleri gezisi ilan kılındı. Yani bir haber. Soğudu uğraşı keskinleşiyotgan bir paytda. Çünkü Amerika iki devlet hükümetler hazır katmal vaziyetini yeşil etişini ümit kıldı. Amerika şirketleri Prezident Trump'a vaz nasihat kılgandak boldu. Çünkü hem ciddileşti. Çünkü Amerika hasılap tamojda bece koyganda nurgun şirketler Cungo'dan çekinişli oylaştı. Amerika Savdo Sanatçılar Birleşmesi Amerika Savdo Sanatçılar Birleşmesi'nin Cungo yürüyüş kılgan 219 yürüyüşlük Amerika şirketlerini tekşiriş dokulatı aşkarıldı ki. Demek hazır Amerika'nın Cungo'da hareket kılıvatkan 219 ya ticaret kılıvatkan 219 şirketi vardı. Bunun içinde 72% şirket Cungo'dan çekinip çıkmakçı oldu. Amerika Cungo'ga tamojni beje koygan günden başlap Cungo'ga kirgen şirketler bununla bardaşlık berelmedi. Zavutlarını yötkep Şarkı Janubi Asya devletleriga ketmekçi bo'lishdi. Ma Koreyaning xabari.